sahnesi. Salam, Xotanda o'tkazilayotgan Taklimakan İtut sahnesi uchun jam bo'lgan barcha korxonchilar, baholuvchilar, shundaqla ekran oldidagi barcha ko'rarmanlarga farzandinglar, do'stinglar Mutallibjon Qovuldan muhabbatlik salom. Bugun shundaq bir nihoyat yaxshi fursat bo'libdi. Korxonchilarimiz solash, va chavaklarimiz uzilib qolmasa, ko'z ko'miga adam qichib ketgan o'xshaydi. Rahmat. Chavak deganni asli qoidasi bo'yicha mana bu shunday Gulbahram odamdek bo'dak chalamiz, Ahmadjondek o'riq chammay. Samirib qoldi. Oldi bilan ustozimiz marhum san'atkor Isom Kamning ovozi bilan bir yomir deb pasa marhamat. Mushu Isom Kamla 90-yillarning o'tirda Xotanga o'yan qo'yib kelib, shuni bilan o'yan maydonda qaytib nayt, kesh qaytimiz hamda bu o'yan qo'yganlar o'zimiz bilimiz-ku. Kesh yotoq qaytib kelib qo'saq osh, tamoq yey deb chiqsa, butkul oshxonlar tamoq taqilib bo'lgan, osh qo'saq ketib qolsa, bir bo'voy kallı paçaq go'shini pishirib sititibdiki, shu odamning oldiga beriblar, pishirib qo'ygan qo'yning bishidan birini ilib yataqa birishqi ulgamay yashadi o'tirib oldirash yevasa xotellik yosh bolalar bir gap qisalayli Isom Kamni deb bu odamga deb qoldi ekanda, "Oy, Isom akaning bolda, bu qo'yning bishini ajab yeb ketdingiz, ay daqa qilib g'ajilab. Ay uchingiz bormi-da uningda?" Onu Isom aka qolganda mush qo'yningda desayna, sizni bakrak usib etgan chig'vama. "Voy, uka, qo'yning beshini bakrak g'ajab yeb qo'ysam, ajab bir ish ag'rib ketdi. Qaraganda mush qo'yning onasi seni emitib cho'ng qilmoqchimanda." Mushu Turpan Xo'yansallik ishqadam ost poyezdning biletini ilib, tuz suratli poyezdga chiqib olibdi deydi. Shunlar arliqda bilet tekshirdigan xodim kelib tekshirib, birini bilan debdiki, orada birisi davlat til bilmaydi ekanda, tazravan bilmaydi ekan, shuni bilan "Nim deydi? Bizlarcha ost poyezdning biletini olib, tuz poyezdga chiqib olibsizlar deydi. Xona qildiki, ana xusa. Xona qiladi. Ost poyezdga yutkaymiz deydi. Ost poyezdga yutkab yurgachalik mush poyezdni ostaroq haydislar bo'lmadimi?" Mushu naqshchi muzikantlar o'tagan bir so'rinda naqshi itpa deb turib oldi. "Men naqshi itmayman" desa, "Voy, naqshi itpa, yumurlaring jiqanglab ketdi, naqshi anglaymiz" dedi. Men bu qiziqchilik qilib, Mehmetchi akamni do'rab qo'yibdim. Qizini gülüm bolğanı bilen Etçelemezse bolurum biken Maçtaq doğrab uqib bo'lib tursam, Qashqarlik yaqin bir og'inam batdi. "Adish, sizning ma'naqshini esla, radioda ya denshi danglasa qolib tikinjima" deb xo'shulab ketibdi. Men, biz degan mushta shu denshida radio dangligidek naqsh etibimiz emasmi? Desam, "Ammaliki denshi radio danglab qolgamsam 3 replam chiqitdim" deydi. Shuning bilan shu ism to'g'risidami bir qiziq yumorlar bor. Men 2010-yili CD plastinkamga bergan bir yumor bor. Mushu bir dixon adam qiziqchilikmi ballarning ismini ajoyib qo'yibdi. 4 balasi bor ekan, cho'ng ikkisi o'g'il, kichik ikkisi qiz. Ballarninki cho'ng o'g'liga "Nemikaring", kichikiga "Nertura", cho'ng qizning "Adab", kichikining "Axloq" mashtaq ism qo'yibdi bu odam o'z xohishi bo'yicha. Bir kun uyda cho'nglar yo'q, ikki o'g'il zerikib ketib, singillarni aldab deydi ekan. "Biz sirtga chiqib, sizlarga shokolad, pecheni, praniga kirib berayli. Sizlar uyda bizning paypoqlarimizni jug'aytiringlar" debli chiqib ketib, bular kapsizlik qilib cho'nglarning bir tanqidga uchrab qoldi ekan. Yoshqi cho'ng bir bo'voy oldiga chaqirib deydi ekan bularni. "Hey, qandoq bolasan, makagina maka? Makila. Isming nima sening?" deb cho'ng'idan so'ragandan keyin, "Nimkaryan." "Qandoq gap qilganding o'y sening? Isming dapamamsan?" "Voy, dedim-ku, Nimkaryan." "Nervus ojiz kanda buning o'ta." deb ikkinchisini oldiga chaqirib, "Sening-chi isming nima?" "Neri turadi?" "Uy, qandoq gap bo'lib ketdi bu, senlar bir ota ana, maktab, o'qituvchi, ustoz tarbiyasi ko'rmaganmi? Senlarda bir adab, axloq degan nima yo'qmi?" Bu
edep bilen ahlak uydu paypak şuyadı da. Şunun bilen şu, hem ayallar emas. Ma'lum, yüzünün biri de buluşu mümkün ayallarda özünün yoldaşı, naiti tirişcan, ak köngül bolsumu, çırayı andamandak bulup kalsalar, başkalar bilen bir siliştirdiğin bir adetler var. Bir ayalının yoldaşı, säätirek adamke, man okşaş. Bu ayal, davamlı qarşı okuldu ki, bir keçidili irim çıraylı adamga aylanıp kalgan bolsa dep. Bir günü yerim keçide bu ayal irini uygutup kaptı deydi. Aya uykunuz için ha uykunuz ne? Vay vay ya nem boldan keçid nemday saat. Qarang acayip bir tush görüp kaptım şu tushimni dep berey degendim sizge. Vay vay ya tush gördüm dep adamni uygatkan bami. Ufligina qanday tush bolsa ati demamsa. Qarang demsam bo'lmaydi acayip bir tush görüp kaptım ha. Tushimda men cho'ng bir bazarda ketivatqidekmi? Bu bazarda bir top qamlashgan erlarga baho qo'yib setivatqidekmish. Eng qamlashgan erlarni 10 ming ko'yka degidekmi? Normal erler 5 ming ko'yka. Digendiki yıl kadem çıraysa çüçüpla. Ha, ondak bos mendek erlerinin çoğu. Sviyay, sizdek lın tasmerlerinin bir bağlım 10 koy boyu tuttu karang dedik. Şununla mı şu Xotenninki ayrı durumda yolcular ayrı plan saklap otağın mezgilde ayrı durumninki eskertme radyosuna avaz çıkırken de hürmetlik tamaşıbıllah. Hazır Xoten'den Ürümçi'ye uçağı olan Boeing 842 qatamlıq aeroplan uçqılı qopda. Yolcular yüktaq bəmilini əp aeroplanı çıxsanlı butu. Digendikin bir Qashqarlı hakimimizden birisi üzügüz dep qaldıken uçqılı qopda da'ti diyor. Disi mayandı tuğa hakimimizden birisi oy uçqılı qopmay uçqılı yatam təmisət. Qaylığanda sizin Xotenning aeroplanlarımı da uçup olmay örtürüp pişad vardı qaqışmam bukam. Rahmat. Da olsa Ustazımız Tövbkar Diktor Abdükadir Haşim akının avazı bilen azırak bir söz oyunu kıpakayla yaktırıp anlasanlar. Merkezi Halk Radyo Stansı Hürmetlik radyo anlıqçula Hazır yıkındın nişiraktın muhabbetten pıraqtın beriladigan Uyghur canlıtışımızını başlayımız. Oldu bilen bu qitim qanlatışımızın asaslık mezmulları ve konkret qoyuluş vaqtidan keng radyo anlıqçulağı xabar berimiz. Saat 16'da Kucha'nın sopunu yaxshi, dadamның xotunu yaxshi namlıq muzika bilen bu qitimlik anlatışımızını sözlep durup başlayımız. Saat 16'dan 5 minut ötkende Abdunum rayonluq Simonut zavodi işlep çıkırıp bazarğı salgan Diba markalık yüz sopunu barlıq hanım kızlarının kızgın alqışığı erişti namlıq obzor. Saat 16'dan 30 minut ötkende nakşı muzika anlatış. Bunun da ay göründü asmanda, mantı pişti kaskanda. Ögey anam, öz anam, böşükte badu, boğak balam, çöp yemeydim mozaik kalam katarlık nakşı muzikala. Saat 17'de pen ve turmuş universal programımızı. Bunun da koyaşkı kaş atkanın nemi paydası. Konak unudu lağmen yisiniz aşkazanğı paydalık. Suni jüyüp işletin. Uxlaganda közünüzni yumuşni unutup kalmang. Arak içip toy kılsınız balınız mest tuğuludu katarlık doğrulu haberler. Saat 17'den 30 minut ötkende talep ve takdim programımızı boyunca nakşanlıdış. Bunun da talepkarlarımızdan Tursuncan'ın talebege binaen Üşbede namlık atış halık nakşisi birildi. Bu nakşının kıskıcı mezmunu tüvendikçe. Atışının yolu yaman toşidu otun saman. Anlanla halayıkla dadamdan anam yaman. Saat 18'de Abdunum rayonluq raq top tarıqtış bazırının ilanını anlattımız. Bazırımız yakında bir türküm paldı puldur, kaldı kuldur raqlarını bazarğı salgan bolup, bu raqlarımızdan asaslık markisi tüvendikçe. Raqlarımızın markisi eppe misan xitimli ve
Ebbämisan ölüp alıman, ebbämisan ebbägen jigitlägi tigip alıman qatarlyk rahlar bulup, bu ilanni anlagan barlyk hanım kızlarımızның erlerine qaştyp, rahlarımızны zorlap seytip bilişini kızgının qarşı alımız. Saat 18'den 30 minut ötkende yaşanğanlar turmuşu universal programımız. Bunun da 100 yaşlık Sadır Bovay, 90 yaşlık Narsidi kız Tacgülgü toy telip koyduğu namlık tepsili haber. Saat 19'da ilan anlatış. Bunun da işek izdeş ilan anlatımız. Şəhrimizdə olturuşluq bu ayının işigi muşu ayının birinci günü iğildin yamallap çıkıp hazırgıcı qaytıp gelmegen. Bu işek bu yıl 26 yaşta. Nırvisi aciz. İşekni uçuratqıçılarının bu ayğı xəbər qıp qoyuşunu ümit qılımız. Alahide eskertiş. Bu işeknin uçsa da qarı rənglik yunluq çapan, bişi da kulakçılık tumak, putu da takı markilik çuğay var işken. İşekni tepülüp bu ayğı tapşırıp bergüçülerge Xoyenca markilik süt paraşugi, Anlık er markilik kralğı, Sayımahun markilik süpürge soğat kılanadı. Mehmet Ahun bu ayının alaqılışış telefon numeri Yavsemba çi işek izden kiçi. Hürmetlik radyo anlıqçılar, şunun bilen bu qitim qanlıtışımız tügeydu, çavak çammağalla mögüdeydi. Hayır, xuşvaq boğaysıla, qiyirip uşaq boğaysıla deydi. Rahmet. Rahmet. Mağlanınki alqışlarınlağa teşekkür. Hem de bugün biz nait hayajanda çünkü biz bilen gerçi özü devirdaş bolsumu bizden neçe baltaqlarını artık atlıgan Ahmetcan, Ablizcan bula bugün bizge nispeten yaxşı adil bahalıqçı bolup turupdu. Gülbehrem kıyametimizning hamda kömüsemmi itotlarını anlap çoğun bolgan. Çünkü itot qanchiki tushunishlik bolsa 7 yaşdan 70 yaşgacha meyli köreş arqılıq, meyli anlaş arqılıq tushunaliga itot eng muvaffaqiyatli chiqqan asar deb o'ylayman. Şu ustozlarimizningki, do'stlarimizningki, shunaqa bir-biridan qimmatli korxonchilarimizningki oldida ozgina söz qilish fursatiga nail bo'lganimizdan o'zimizni to'liq baxtli his qilamiz. Hammanglarga yana bir qatam tashakkur. Rahmat. Rahmat, Mutalibjon, qanday kayfiyat? Kayfiyat yaxshi bo'lishi mumkin, lekin ko'midim men. Kayfiyat qanday anglanyapti? Kayfiyat yaxshi anglanyapti. Shaxsan o'zimning kayfiyatim nihoyat yaxshi. Faqat mush korxonchilar bak kulgan chaqda ishid kulib qilib mushularning kayfiyati yaxshi bo'lib kelsa, bizning yaxshi. Mutalibjon ko'gidek bir chavak cheppa qilib undan. Rahmat. Mutalibjon biz yaxshi birodar. Biz sizga yaxshi ko'ramiz Mutalibjon. Rahmat. Biz mayli ishxonada bo'lsin, xizmat vaqtlari. Ancha-muncha ishxonada kayfiyatlarimiz bo'shab qolgan vaqtlari darhol sizningki unidar salonlaringizni, uningdan boshqa taqalgan ovozli asarlaringizni, shunda do'ra santingizni, boshqa asarlaringizni anglab o'zimizga ozroq zo'q izlaymiz, xo'sh bo'lamiz, birlik kulamiz. Uningdan sert yaqindan buyon chiqqan naqsh tekstlarining ichida Mutalibjon qovul deb naqsh tekslari chiqyapti. Siz bizga haqiqiy ulgu bo'lg'idek yoshlarningki bir ulgusi. İşleriniz yaxshi bo'lsin, tinimiz salomat bo'lsin. Rahmat. Yuqorida Mutalibjonninki mahoratlarini ko'rdik. Gerçi kuzunuz kömüsümü, kalbiniz kürtü sizinki. Rahmat. Sizinki şu kuzi uçuk adamlardan artık üzümüzdeki şunçilik yaxşı royunuz bakken ben nayt təsirlendim. Siz bir talant digisi. Rahmet. Kəgən qadımınızga merhaba. Mübarek olsun. Rahmat. Mutalibjon qanday tutdingiz? Yaxshi. Sizlar o'tirib men o'rtdim. Şunu biz sizden. Şunu abla sizden qanday tutdingiz, qanday o'tadingiz degandik. Ammo sizdan ixlos men bir anglag'uchingiz-chu.
Manaqcha aytganda, eliqi bir qatnash voqealarining bir yumurlari var. Bak feyzi. Anandan keyin eliq bir traktor so'raydigan bir yumur var. Nayt yaxshi. Hava rayının yumurları. Rahmat. Ondan başqa nurg'unlagan shu yaxshi naqshlari var. O'zi aytgan yaxshi, biz yaxshi ko'rib anglaydigan naqshlari var. Hamda hozirgi yana biz yana yaxshi ko'rib anglayotgan naqshlarning tekstlarini nayt hammamizga yoqadigan qilib buni yozib beryapti. Bundan keyingi ishlaringiz utuqliq bo'lsin, bayatni yangi sahmachamiz dedi. Biz tangtosh davrdash ballar. Bizning qo'limizdan keladigan qanday ish bo'lib qolsa, biz sizning qiyshingizda bor. Bo'ldi, rahmat. İşleriniz utuqliq bo'lsin, teningiz salomat bo'lsin. Rahmat. Mushu orqali ekran oldidagi ko'ruvman do'stlarimizga Bayam Ahmedjalla, Abduzjalla, Gulbahram adamlar dedi. Endi bizningki hozirgi natijamiz tuyuqsizda barliq gap qolgan emas. Nurg'un taqdirdosh bolalarimiz bor, bizdinmi zo'r natijalarni qozongan, izchil yana natijasini cho'ngaytish uchun tirishayotgan bolalar bor, lekin sanoqli bo'lib qoldi. Nurg'un bolalar tayinish bosqichida bo'lib qoladi. Mayli oila tavobatlariga, mayli partiya hukumatga bo'lsin, izchil tayinlayotganlar bekchi. Men tug'ilishimdan ko'mayman, lekin hozir qadar hisoblab baksam 90 parchadan ortiq naqsh tekstimni naqshchilar naqsh qilib itib taqit bo'libdi. Yana tayyor bo'layotganlari bor. Bunday deyish orqali o'zimni maqtamoqchi emas. Faqat ash do'stlarimizga sabab qilsa sevat su to'xtaydiganligini, bizning o'zimiz ishini bir qadam oldimizga olsak, atrofimizdagi qo'llaydigan odamlarning biz tarafga 10 qadam ola oladiganining haqiqat ekanligini, o'ziga ishonishini bir tavsiya qilmoqchi edim. Rahmat. Yaxshi turibsiz, Mutalibchi aka. Yaxshi. Men o'zim yishim kichiklar bir 22 yosh. Shunda bo'lsam, lekin maktab o'qish, masalan, boshqa shaxsiy turmush degandek nurg'ulg'an jihatlardan sizning ash yumorlaringizni, o'qigan naqshi bir narsalarni anglab cho'ngildim. Ben bugün o'zingizni ko'rib tixim so'yindim. Men sizning aytgan yumorlaringizdan huzurlandim sizdan. Rahmat. Kommunaya inoq oila yuzlariga taraqqiyot etmoqchi shirkatdan bütün xizmatchilar nomidan sizga ulug' salom. Rahmat. Bizning so'qmoq, keyin qanotlarimizdan Aymay. Bütün xizmatchilarning bir oylik maoshini qavurib o'taylik. Ya unda qisiq mayli miyiblar biletni 20 oldi ki deb so'qmoqning 20'ni bölep bermisan. Bizniki hozirgi jamiyatimizda nurg'un yoshlar. O'ziniki nurg'un har nimasi bor turib tirishmaslik. Mushbek avjab ketyapti. Sizniki ko'zingiz ko'rmaydi, ammo lekin qalbingiz o ko'zi ko'rdiganlardan yaxshi ishlarni qilyapti-ku. Shunlashqa men shundan bek ta'sirlandim. Sizni bu sahnaga ko'rib xush oldum. Rahmat. Rahmat. Biz A'la shirkati nomidan sizga Zo'qman markasidagi meva sut ichimligidan taqdim etsam, qabul qilgaysiz. Rahmat. Do'stim Mutalibjon buningdan keyinmi burunqidan bekroq tirishib, bizga yanami yaxshi naqsha, yanami yaxshi shunday yumor qatorliqlarni taqdim etishingizni, bizga bunda madadlarni berishingizni, siz sahnaga pat-pat chiqib tursangiz, sizning ovozingizni anglab tursak, biz yanami olqishlanib, yanami madad bilan, yanami yaxshi tirishimiz. Rahmat. Mehmet İzziz efendim, rahmat. Buningdan keyingi ishlaringizning yana utuqliq bo'lishini, natijalik bo'lishini, tiningizning salomat bo'lishini umid qilaman. Rahmat. Berdigan bir şeyim yok mu sizda? Aprida So'lchak shirkati nomidan biz gulining ichiga yangoq mig'iz uzum qo'shib ishlab chiqargan gul yangoq birikmasidan bir yurish, chila yangoq birikmasidan bir yurish. Buningdan boshqa shu qilchiq qanot moddasi qo'shilmagan, butunlay tabiiy asallardan ilingan jigdi chechki asalidan bir yurish sovg'a qilamiz. Rahmat. Mutalibjonga bo'lsa, bizniki mushu gumonasiga ichilgan Şinjan Alsaqlam Soğutçak Şirkti, Uyrukuz Kütmüş Merkez'de mengülük, haksız xaridar qilib etay. Pulum töksüm de her vakit
Rahmat. İşleriniz bereketli olsun. Yollarınız rana Rahmat, tanışım, rahmat. Bizning Cho'ng'iston markazidagi Gulqan so'qmoq, Ayseldan bir yurish, Qo'g'iston markazidagi ochiq suv, Lazdan bir eshikdan sizlarga sovg'a qilay. Rahmat adash, rahmat. Mudallibjon qabul. Qandoq ahvolinglar qinam? Yaxshi. Qanday bir uy ichi mijozinglar? Tilingni salomatmi? Hammamiz yaxshi ish qilib to'kchatmagan munchidek lavlimjon ketib boramiz. Bugun shunda bir yaxshi so'nda kurashib qoldik. Men shu Qarqash Intil uy jihozlari maydoniga vakolatan asliga bir yurish, Yevropacha tomoq ustuli sovg'at qilaman, qabul etinglar. Rahmat. Bugun sizniki o'sha sahna orqali bizlarga shundaqla keng ko'ruvchilarga kulga uzoq ato qilganingizni nayt xursand bo'ldim. Rahmat. Abdulumidjon rahmat. Bugun bu faoliyat orqali sizga shu Zilchi markazidagi Qaraqo'y, Xutan Qaraqo'y tvit yotgan ko'rpalardan bir yurish sovg'a qilsam. Şinjan Tirishchilar xalqaro shirkatining ishlab chiqargan shaptilmag'izni asos qilib ishlab chiqargan Çeç meslahlardan bir yürü sizge soğuklay. Muşu hazırki internet devrinde texmi çaknışınızını bunun deyken muşu barca ellerge muşu nadir bolgan muşu ne bilen taqtışınızını ümit kılıma. Rahmat. Men mihman şirketimiz namıdan muşu Adil Micit markasidagi Adilkam obraz vekili bolgan hem Adilkam öz ismini muşunun mark koygan 6 xil meyvetemlik Adil Micit markasidagi gazliq ichimliklerimizden bir yurish sizga so'qlay. Rahmat. Siz bizningki meyve san'atkorlarimizning orasida eng oldin bo'layotgan chaqnab turgan yulduz. Garchi sizningki ismingiz shunda bo'lgan bilan sizning qalbingiz nurg'ulg'an, tini sog'lom odamlar qolganda nechasi paqirab turgan, chaqnab turgan yulduzga o'xshaydi. Sizningki bunday keyingi ishlaringizning texnik ro'naq topishiga tilakdoshman. Rahmat. Shuning bilan birga agar sizningki shu uy bezash jihatda ehtiyojingiz bo'lib qolsa, bizning yer shari uy bezakchilik loyiha shirkatiningki 5000 yuanlik uy bezash e'tibor kartasi bilan ta'minlasam. Rahmat. Shuning bilan birga sizningki texnik parlab turishingiz uchun yer shari shirkatimiz nomidan bir qur kostyum bilan taqdim etsam. Rahmat. Şu Tibishpanınki bütün neslatlardan so'qlay. Rahmat. Bir nazik masala chiqdi mutalcham bunda. Tibishpanning bütün mahsuloti degani yerim mahsulotingni bormi odatda? Ya asli barliq mahsulotimdan deb aytmoqchi. Tibishpan shirkatininki bir 20 xil mahsuloti bor. 20 xil. Bir yurishdan so'qlay. Sizlar uchun xil tirishib. Mashinanki Xubishanga malni biz o'zim piyad ketib kelmanda buqdim ha. Rahmat Abdurahmonjon. Muşu anlasam sanat ömeklerine artist kabul kıldı deytir. Mama üzerine bir sınıf bakayım ki. Muşu mutu ha mauken. Adam var mı? Adam yok okşaydı. Tamak ketki okşaydı. Bir adam saskılaş oltay. Tutamı bakın. İşsiz tutarken mi? Ayrılıp giteydi sen
durmaydı benim kalbim. Dost kılayım ama oy. Oldu söyleyeyim söyleyeyim. Oldu. Abdallah başlık. Anlasam şu senet demek ki artist kabul kıldı da anlattım. Rasmı doğru yalgan mı? Rasmus'u sizin ağzını tallap artist kabul kılatmaz. Sen de mi sensiz başlık Tencan? Ya ne? Ya ben bilip kaldım. Çıkıp lan tamam da. Oldu. Ya ben bilip kaldım. Ne çamaksız. Ya oldu. Karışan bir ottan peyzik ötüp dikensen. Şuna dıktınızı bölmeye de mayak gibi oldu tağam. Ya asli ben bugün kep kaptım ben kalsam adam yok şuna. Ha, ben mumlu kaç otağa. Bu mu buptu? Karışan tuttanı xil ottan uruşkensiz. Bunun başka sazlarını mı çalalamsınız ya? Anca mı çiçek kömüregen? Onda olsun. Kalsın çalsam bu da. Ha, kaşkaya hop şey pakay. Makul. Hatun var mı da? Ba. Dur. Üskünlerimiz tuluk. Hadi o tatlıma çaldım ha? Cep. Ana mihri yürekte uçmez gülhan emes mi? Şefkatinge teşekkür ey can ana dildar dastan emes mi? Bak. Hakikaten yaxşı aldınız. Rahmet. O da olsa. Bundan başka yani sazları mı çalırsız akçan ha? Hancı mı çakamazdı ki? O da olsa. Gitarını. Hicranlarda kalbim ötünür. Bu geceler hıyanlıdır. Hicranlarda kalbim ötünür. Sana derdim meydanlıdır. Hıdayımı kuvalık biri. Bu geceler hıyanlıdır. Hıdayımı kuvalık biri. Bu geceler hıyanlıdır. Sizden bir gap sorğum kelyapti. Yaxşı başlıq. Men ne boldular? Siz biraz sanat mektepte okuganmı ya? Yo'q. Men çoğundan Demek kandı var deyli. Yaxşı unda olsa mudaqilla bizning ümakka haqiqatan artist bulduğuna rast. Lekin men bu sanat ümakning boshlig'i emas. Adaş. Atamak etip
Desem de şoförler okul kardeş kesene. Adam akmak mı sana? Ben bu şu emekten bir muzikant da. Muzikant değil. Şuna tamak yap kilovatsan tuttaçıyla ötüp gelsiz. Şuna kızıkıp kaldım. Oturup bana gap konuşkan fırsat verdiniz de baya. Sizin çalgan sözü ben çalıvarsam siz mi çaldınız değil ha? Vay bunda bu emez. Onda olsa Mada qillar. Bizninki şu sanat ömekning boshlig'i, şu tuangi xizmat kutishga vaqtida el orasida uzun bilan saqlanib kelayotgan nayt yaxshi bir asarni bayqab, bu asarni bizning shu ömekdagi kasbdishimiz Tursunjon, ya'ni Modun. Tursunjon Modun efendimga shu asarni bir ro'yobga chiqarishni buyurgan. Bu hajiviy usul bo'lgancha buning muzikasini sen ishla deb menga buyurganda. Ben şu müzikini çap baksam siz bana maslashib başkalar mı? Biz mi bir huzurap baksak qanday olam? Ben mi körap bakmadım bu usulni? Qila olamizmi? Osmo usuli deydi, qanday usul deydi. Bu her kişi osmo usuli deb usul oynamdı. Şunu deyman. Anda olsa kapağamda. Tursunjon bormi? Bir qarab qo'ya. Tursunjon. Bütün hemşire. Bulduğun sazken ba.
Xoten Ming Qolay Yemeklik Taraqqiyot Çelik şirketi Qolay yürüşlü Fogo mahsulotlarini bozorga soldi. Her qaysi joylardan vakolatchi chaqirdi. Telefon 183 99 49 33 88. Bax. El arasında saqlanıb qalğan nadir əsərini bizə elib gəlgininglərdən tolumı xursand bolduq. Nima degan isil, nima degan sarxil əsər bu? Xoş, unda olsa, mush ustazlarningki sizlarga bo'lgan bir taklif fikrni, ham yurak so'zni bir anglab baxan bolsaq. Bu numurdaki Tusuncan'daki orluluğunu belki düşengensizler usulündeki nimiski kalır. Bu Müşrifatan Nais'te bizimki bir iş kadar kalıp sanatkarı var. 70 net yaşlık kirgenmiş. Şu akımızdaki oynap kilovatkan osm usulü diye usulü. Bunun da şu bir ayalınki çıkıp başta çaşlarını yelim çepip tarap, onunkin osmu koyup pakız tarınıp boğandın kin xemir yuğurup şu tamak itip, ahırıstı bizge tamakını sunduğu. Hatta ma çoğun ustamın aldığı gelip Allah'a açık suylarını koyup digendek mezmunu ba usul. Bununki usulunki kıyıllık derecesi mi yukarı hem şu beden bilen hem de hele uzun hem de 5 minutka yakın digedek şunu ifadelep bedi. Meniki demekçi oğlum hem de bu usul muşun numur ne muşunda alam hem de baş şekli Dilşat Akamlı'nınki oynagan imtihan diye itoat bilen birleşip de ahırsı man şuna yaxşı kuraştırıp sizler. Hem de elqet dan şu bir müzikada baş kayıp ketkili koptu hem de. Meniki teklifim bu ne aşı bizninki nurgun elqi meşrep nakşıları var. Hiç olmasa okumusanlamış şunu bir üstügende benim de kıppasanla adam zirkmi güdek. Sizninki muşu numurlununki elqi kam taraflarını tuluqlap teximi yaxşı orlışınlı için muşunçilek teklif bersem harmağaysızlar. Rahmet. Zülbehre madam degandek nayte yaxshi bularni usul kelganda bu hamda biz ma itotlarni nisbatan aytganda bu kaç teatr hamda yoju deymiz hamda bir usul harakat orqali badiiy harakat orqali o'zing nima demoqchi bo'lganligini gap qilmay turib ifodalashmi ajoyib saviya talab qilgan ish qolgan biz tushundik rahmat anandaki itotning 5iga nisbatan ozroq taklif bersam hamda shu 5ni o'zinglar deyishib plan qilibsizlar unaqa bek uzoq vaqt ajratolmay qolibsizlar anandaki mushu bizga mushu kaynini qiladigan misanigacha teatr o'ylanib oldigan ishlar sal ig'ir endi buni sal repetitsiya bo'lib ketgan bo'lsa buni tuzatgil tamoman bo'ladi shu jarayonga shu ishlarga sal diqqat qilsanglar biz sizlarning oldirmanglardan ko'raylik amal bo'lsa masalan ingishgan u bu qilgan ishlarga nisbatan sizlar tomoshabin kaynini qilib qilsanglar bu bek yaxshi chiqmaydi bunday ishlarchi hamda buni tamoman tuzatgil bo'ladigan sababliklar mush tarafga ozroq diqqat qilsanglar degan hamda umidim bor itotinglarning 5i Bayağı Gülbek Ramazan degandek ustoz san'atkorimiz bizning ko'pki qodir san'atkorimiz Dilshod Raidin ustozningki imtihan degan itotining o'rnak elingan. Ma ikki birodarimiz saz chelish ma'ritinglarda gap yo'q, faqat gap yo'q, ammo ma itot faqat repetitsiya qilinmagan. Bu o'zaro deyishilgan shu sanda bundan menib repetitsiya qilingan itot emas-ku. Mush ishlarga bir diqqat qilaylik vallahi. Ma'ningga sal qarsak yaxshi bo'lmaydi. Buning sal qarag'anlik, shu o'zinglarga sal qarag'anlik. Hamda bu saniga hurmat qilmasa bo'lmaydi. Ikki birodarimizdan haqiqiy talanti bor ekan, biz bayquduq, bildik, ammo mush itotningki itotdek sahnaga chiqishiga yana bir tirishsanglar. Bugungi asardan qurilma jihatda gap yo'q, ammo mening qo'ydigan shu talabim repetitsiya. Repetitsiya kuchayli, vallahi. Juma o'zimiz uchun kuchaymiz. Nima ish qilsak o'zimiz uchun qilamiz, repetitsiyani faqat bo'sh qilmaylik. Aşo bizga jon berdigini, aşo bizga nom berdigini. Rahmat. Rahmat ustoz, rahmat. Xo'sh, unda bo'lsa ustozlarning bir taklif fikrini bir qatta anglab o'tdik. Endi mush korxonchilarningki sizlarga bo'lgan bir yurak so'zi ham shu ko'ngil sog'isini bir qatta tushunib o'tgan bo'lsak, qani marhamat. So'rab baqsam aka, qozonib pishqini lag'manmi, suyqashmi? Suyqash. Üzüb tashlab lag'man. Endi sizningki bu Muşu kesik bo'lgan ishtiyoqingiz ham yaxshi ekan. Ham o'zingizda bir kesibga bo'lgan ishtiyoq, ham bir suyish, ham mas'uliyatchanlikni nisbatan.
Ben bu sınav başta mesuliyetçiliğinizi söyledim. Hem iki akamның talantı hem köyündüm. Kommunaya inaqayla yüzlük taraqqiyatçılık mesele şirket namıdan sizlarga quvvatli daşlıqlardan bir yürüşdən soqmaqdan bir yürüşdən soqlay. Rahmat qabul qilasiz. Sizlarningki mushundoq yaxshi mazmunliq nomerlarni olib kelganinglarga ko'pdan ko'p tashakkur. Buningdan keyin texmi tirishib, buningdan keyingi sonlardami birlikda maqsadimizga tilakdoshman. Sizlarga mana a'lo shirkatimiz Soqman markasida ishlab chiqargan har xil meyve-temlik ichimliklardan taqdim etsam, qabul etsanglar. Rahmat. Xudan men qulay yemeklik taraqqiyot soatçaklik şirketiga barliq ishchi xizmatchilar nomidan Tursunjon efendimga 500 yuan naqd pul rag'batlantirish mukofoti bermoqchi. Undan boshqa yana ma ikki yigitga şirketimiz ishlab chiqargan qulay Xogo yani samavar yurishlik mahsulotlardan bir yurishdan taqdim etsak. Rahmat. Sizga bizning cho'ng istom shirkati